Assalomu alaykum, qadrli musiqa shinavandalari. Musiqa ohanglari bugun mumtoz navolar ila sizlarning qalbingizga go'zal tuyg'ular baxsh etsa ajab emas. Xorazm teleradio kanali ijodkorlari navbatdagi Suvora supasi dasturini sizga havola etyaptilar. Bugun mumtoz qo'shiqlar davrasida Suvora supamizda Bog'otlik Shermatjon To'rayev va Xonqali Hamdambek Rahimov ilk bora ijrolarini taqdim etadilar. Mening yonimda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Qalandar aka Matyaqulov. Navozandalar orasida Surnaychi og'amiz Yo'ldosh og'a Tojiyev qatnashyapti. O'zi mumtoz qo'shiqlarni davrasi o'zgacha, uning ohangi ham, muxlislari ham shunga mos bo'ladi. Mana ko'p davrani ko'rgan, ko'p san'atkorlarning ijodiyotidan bahramand bo'lgan san'atkorsiz. Bugun bu shogirdlar murakkab yo'lni tanlab turibdilar. Bular diyralishma ijro qilmoqchilar. Hojixon ustozlarimizning davri, poliduzchilarning davri, mana masalan Sherozi otalarimizning davri, qolaversa ularni davomchilari bo'lgan mana Quvondiq Iskandarov, Ro'zmat aka, Jumaniyozov, O'rinboy aka Otajonovlar, diyralishmalar, aytishuvlar mana shularni davrida yaxshi bo'ldi. Shundan keyin sal uzilish bo'lib qoldi. Men kutmagan edim. Mana shu yoshlarimizni mana shu narsalarga qo'l urishi, mana shu narsalarni tiklanishi bu hazilakam gap emas. Xalqimiz qanchalik xursand bo'lyapti hozir bu ashulalarni eshitib, suvoralarimizni eshitib. Endi u paytlarda suvoralar aytilib o'tib ketilavergan bo'lishi mumkin. Mana shu aytishuvlar keyingi paytda paydo bo'ldi. Ha, bu yaxshi gap. Mana davomchilarimiz bor ekan. Men yoshlarimizning bu san'atidan juda quvonaman. Men eshitishni xohlayman. Mana bu aytishuvlar bo'lsa umrbek ogahiylar tiriladi. Navoiylar qaytib kelgan bo'ladi. Hamma ham bu minbar, bu sahnaga chiqa olmaydi. Vaqti zamonida Hojixon Boltayev Tashovuzga bir to'yga borganda, bir haftalik to'y, u paytlarda to'yga borganda, ertang bu to'y qiladi. Buyurgin sen to'y qilasan, bir haftalik to'y. Shu bir haftalik to'yni Hojixon Boltayev o'tkazib, ot bilan qaytishda poliduzchilar poylab o'tirgan yo'lda. Hojixon Boltayevni yo'lda ushlab olamiz. Shu ushlab olib, qaytarib olib borib, mana shunaqa diyralishma aytishuvlar bo'lgan. Bu azaldan bor narsa. Qani mana shunday yoshlarimiz chiqib, mana televideniya orqali xalqimizni xursand qilib yursalar. Haqiqatan bu diyralishmalar, ya'ni suvora aytishuvlari dasturlarimizga zeb bag'ishlaydi. Qarang, endi diyralishma kuylaydigan, aytishuv aytadigan yoshlarimiz ko'paydi. Qo'llariga tor olib, chiroyli qo'shiqlarga tayyorlangan diyralishmalarni bizga taqdim qilmoqchi bo'lgan san'atkor yigitlarimizga navbat beramiz. Ularning ijrolaridan bahramand bo'lsak. Albatta. Keyin suhbatlarimizni davom ettiramiz. Salami şami mapil matlayı anvar hoş geldin. Salami işkiliye munisiyem hoş geldin. Salami nazaliller hayliye serdar hoş geldin. Başımıza koy kadem ey servigül reftar hoş geldin. Mekanım kılgı gülşen çemen ruhsar hoş geldin. Bana kim yakşılar bes Nide kadrımla beland etmez Demi yok kim yamalar Mecmeyi de müstemen etmez Bu hasretin küzüm aşk Ki yolum bir zeben etmez Men istegen öz Suhbeti ve arcümen etmez Beni ister kişinin Suhbeti
yedim Tüfeğiyle aşnalarla Tutup miri vaka Ağyını ishar kuş geldin Kuan kinderdün içine Arabi kitapmalım ayak Payan varsın bulurlar Gülveşler hem demu hem rak Tilerler bahramen din Men tilep tapmam biridin rak Niberet alman aldın Kimendin istegeymen Özü hem beremen olmaz Meni hem beremen etmez Felek tavkin içeriz Menzeli değişmese uzulsun Neçe uyuk yaşız Burcuda ağlamda uzulsun Heravetten edimi Dargeyi hamserine uzulsun Açıp helleze hüsnü Revnekin ömrümden uzulsun Muradım camıdır iş Bağdaki serşan kuş geldin Çıka almayı kül hay Randuruz rışamı burkatin Töker aşkına güzel İntizari sübhimi aslattin İlacı bulmasa Maiveş Hurşid Telettin Kirek mes'ayla kül Şekli kim Hüsnü menukhattin İçim uçakça gitmez Tanrı'ya bu bel etmez Köyü koydum sana evvel Körüjdedir piribim deyip
Köngül derdine iskar eyledim hazır tabibim diye. Ümit ettim senden şifa bol eylesin diye neçe hicranın işine oğlum her tağribim diye. Sorab havlimni ser tünde bedal huş geldin. Bugün çabuklar içre yok idi uluşa sorum kim? Birine kılmadım zor çeşmiş ki bağırım kim? Uvara sen köyde kalmasın sevruk kalım kim? Kesem ki kal telveşi mecnuş yarım kim? Uzak könlüm denizge yerde cevapları semen etmez. Sağ dizip gül yaş Gümer ayağıtın göz Gülden ağzını aç Hem tüter kol bülekün göz Gül hayret yakılma Görmez alini üçün göz Vay mutlu yüzün olsa Maval yetilmesin göz Muhabbet ruh müdürüz ya Oh, üzmez bendiyemez Ey peri men etmegil bezmi visalindin meni Ey peri men etmegil bezmi visalindin meni Bahremen dikil tamam şavi cemalindin meni Bahremen dikil tamam şavi cemalindin meni Seyretip ağlam bugün aktı vefağını tapmadım. Seyretip ağlam bugün aktı vefağını tapmadım. Könlüme bir zerreçe yakkan vefağını tapmadım. Könlüme bir zerreçe yakkan vefağını tapmadım.
lütfüyle cemiyet perişan, hatırım eylep sana. Lütfüyle cemiyet perişan, hatırım eylep sana. Zümre-i divane aşık da halinden beni. Zümre-i divane aşık da halinden beni. Buldular aşık ile il, içrekim destanı iş. Buldular aşık ile il, içrekim destanı iş. Ayrılık hecredin ayra bir revanı tapmadım. Ayrılık hecredin ayra bir revanı tapmadım. Niçekim hürü periye, alnımda bulsa cilve yer. Niçekim hürü periye, alnımda bulsa cilve yer. Ötkere olmaz demi, fikri hayalimden benim. Ötkere olmaz demi, fikri hayalimden benim. Körmedi şah babul khan, aklı candı yakşık. Körmedi şah babul khan, aklı cahandı yakşık. Nezmetirler hasretin, aklı vefağını tapmadım. Nezmetirler hasretin, aklı vefağını tapmadım. İş terkini buyurun, ayakine astana. İş terkini buyurun, ayakine astana. Eyleme azurda bu emri mahalinden beni. Eyleme azurda bu emri mahalinden beni. Dil birimizni aldılar, yalan cihanda ademi. Dil birimizni aldılar, yalan cihanda ademi. Dediler ötken azizler, akrabanı tapmadım. Dediler ötken azizler, akrabanı tapmadım. Şad öterdim şiirlerim, dillere bir söz yav. Şad öterdim şiirlerim, dillere bir söz yav. Demeyizler sonrasız, bunda mırzalı tapmadım. Demeyizler sonrasız, bunda mırzalı tapmadım. Rahmat xonanda ukalar, Hofizu Davronlik hamroh bo'lsin. Salomat bo'ling. Muhtaram muxlislar, mulohazalarga o'tamiz. Qalandar ustoz, mana Xorazm teleradio kanali studiyasi ham bir ijodxona bo'lib qolgan. Mana shunda yosh xonandalarimiz uchun mardu maydon bu. Albatta. Qancha o'zlarini harakatlarini, intilishlarini bu yerda namoyish qilaman desa, imkoniyat, sharoitlar yetarli. Yashang. Ana shuning negizida targ'ibot bor. Bu xonanda ukalarimizni ijrosiga bir kamchiliklardan xoli deb ayta olmaymiz, lekin
bor, ijodiyotda hamma narsa bo'ladi. Albatta. Lekin quvonarli joyi shundaki, bular mardlik qilib, bizning qadriyatimizni, aytishlarimizni, suvoralarimizni o'zlarining ijodi bilan, o'zining ovozi bilan muxlislarga yetkazishga harakat qilganining o'zi quvonarli. Ko'p odamlar eshitib gapirsa, men ko'zim bilan ko'rganimni aytmoqchiman. Mana shu duzkonlar bo'ladi. Duzkonlarda ulug' hofizlarning aytishu diyralishmalari bo'ladi. Shularni ko'zim bilan ko'rganman. Mana gastrollarda yurgan paytlarimda Turkmanistonda, Chorjoylarda mana shu Hojixon Boltay bilan Komiljon ustozlarning aytishu diyralishmalar to'yda yonida o'tirib ko'rganman. Endi ularda bir narsa bor edi. Bu tanqid emas, bu yoshlarga aytadigan gapim shuki, ustozlar endi bilib yuribman. Ustozlar bittasi mashrabdan boshlasa suvarani aytishuvda. Savt suvarasi ham mashrab bilan tamom bo'lishi kerak. Bunisi ogahidan boshlaydi. Savt suvarasi ham ogahi bilan tamom bo'lishi kerak. To'g'ri. Ana endi yana bir narsa bor. Ko'p yoshlarimizning katta xatosi, kamchiligi bor. Buni aytmasdan ilojimiz yo'q. 5 ta suvaramizning pauzalari almashib ketgan. Yakparda suvaraning pardasini beradi, chapandozini ashulasini aytadi. Farqlay olmaydi. Farqlanmaydi. Chapandozini pauzasini berib, yakpardani aytadi. Ya xushpardani aytadi. Shu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Bo'lish kerak. Har qaysini o'zini pauzasi borligini bilmaydilar. Mana shuni bilish kerak. Bu bizlarning qarzimiz aytish. Mana shularga e'tibor berish kerak. Xushpardani aytmoqchimi? Xushpardani o'zini pauzasi bor. Chapandozini aytmoqchi, chapandozini o'zini pauzasi bor. Uni bilmaydilar. Ona suvaraning o'zining alohida pauzasi bor. Buni bilish kerak axir. Shuning uchun san'atda ustoz bo'lish kerak. Ustozsiz san'atkor bu men xom deb bilaman. U pishmagan u. Shuning uchun xafa bo'lish yo'q. Mana bu kamchiliklarni tuzatishimiz. Men quvondim hozir. Quvonib eshitib o'tiribmanki, ulug' siymolar ko'z oldimdan o'tyapti. Albatta, Katta gap. albatta. Yo'ldosh og'am ham ko'p davra ko'rgan. Juda. Bu diyralishmalarda, aytishuvlarda o'zi sozandalik qilgan eshitamiz. Ustoz bilan bo'lgan bir nani aytamiz endi. Qani. Bu Hazarasutda bo'ldi bu. Biz endi Qalandar akam, keyin buyali jiyani Sovurjon akamiz bilan Matazar akam Diyralishmaga bordik. bu katta maydon, Stadion. Buni Ro'zmat aka degan bir domlalarimiz boshqardi. Shermatov. Shermatov. To'ga taklif etdilar shu kishi. Qalandar usta bilan birga bordik. Shunda havo ham sovuq edi shunda. Sovuqroq edi. Maydon odamlar ko'p, katta davra, polvonlar ham bor, qo'chqor ruslar ham. Oldindan bir kelishib olindi, bu Matazar aka bilan Sovur aka bular birga shunda aytib, ana ikkisining o'rtasida turib men bularga jo'r bo'lib turdim shunda. Ham Har ikkala hofizlarga. ikki qo'shqam men jo'r bo'lib, shu yerdagi narsa menda yodimda qoldi shu aytishuv narsa. So'zlar ham almashmadi yerda-da, shu mashrabdan asov, mashrabdan aytib, oldindan kelishib oldi. Hozir bugün birga bular bilan mashq qildik, shu an'analar davom etmoqda yana. Yashar. So'z masalasiga keladigan bo'lsak, Qalandar aka, yigitlarimiz bu suvoralarda ogahiy muhammasi bilan aytildi. Navoiy g'azaliga bu ukamiz mana Partov muhammasi bilan aytdilar. Lekin safti suvoralarda yangicha so'z ishlatdilar bular. Ana shu so'zlar haqida o'zlaridan eshitamiz. Hamdambek asli xonanda emas, sozandalar. Doirachi bular. Hamdambek yangi so'z ekan, safti suvorada aytgan so'zingiz. Shuni bir aytib bersangiz. Qo'shiqchilik sohasiga qiziqdikda keyin. Aynan shunda bir shoirlarni ijodi bilan qiziqib ko'rasan, shoirlarning g'azallari bilan qiziqib ko'rasan. Ogahiy bobomizni bir g'azali qo'limga tushib qoldi. Ustoz Farhod aka bilan maslahatlashib bir mana shu g'azalni bir ko'rdadi ustoz. Chiroyli g'azal. Ogahiy o'zi Oshiqlar tumori degan devonni yaratgan. Shoirning ijodi bilan qiziqib ko'rdim. Oshiqlar devonida aynan o'zbek mumtoz adabiyotining 20 dan ziyod janrini qo'llagan ekan Ogahiy. Qarang. Mana shularni ham Mana shu ham bir o'rganganlar. Ogahiyni aynan shu g'azala she'riyatga bo'lgan yuksak bir muhabbatidan dalolat berib turibdi. Qolaversa hamma g'azallari kuya ohangga mos kelib turibdi. Ey pariman etmagil bazmi visolingdin meni. Bahramand etkil tomoshoyi jamolingdin meni. Radifi bilan boshlanuvchi so'zni mana shu safti suvari kuyga solib ko'rdik. Bir so'z bilan aytganda Ogahiy bir buyuk shoir. Qo'shiqnavis shoir. Shermatjon, bu ustozlarga munosabatingiz, bulardan nima o'rganyapsiz? Ustana ko'p boramiz. Bizamiz bir yangilik etamizligimizdan qiyinroqdan bir ustana barbundan aytdim shu so'z kerak, safti suara tashlab shu aytchagadek dedimki, buni bir kitoblar varaqlab usta bilan birgalikda ko'rib, buni ko'rdik, buni ko'rdik. Sulton Mirzo shoirimiz o'zan Bog'ot tumanidan shoirimiz bor.
Bunu kitaplarını varaqlab aşağıdaki keyin. Şunu icadından bir sözünü tapıp birge usta bilan hamkorlikda chiqardik keyin shu ashulani. So'z tanlashning ham bir san'ati bor. Uni tanlab bilsangiz, ashulaga ham mos tushadi, o'zingizga ham yoqadigan bo'lsa, uni kuylashingiz, xonishingiz jarangdor bo'ladi. So'z tanlash ham yoshga qarab. Buni ustozlarimiz aytgan. Yoshingga qarab o'tir, yoshingga qarab gapir, hofizmisan, yoshingga qarab ayt. Hali nasihati ko'p uzoq hali degan bir gaplar ham bo'lgan. Endi aytmoqchimanki, Shermatjon meni oldimga bordilarki, ustoz men shu bir so'z topmoqchiman, tanlab dedilar. Uni qildik, men o'qib beryapman, daftarimni, ashula daftarim bor mening. Uni o'qib beryapman, buni o'qib beryapman. Shu daftarni o'zini sizga beraman dedim. O'zi tanlasin. Shuni olib keting. O'zingiz tanlaysiz, istagan paytda getirib berasiz dedim. Mana shunda intiluvchanlik bor demoqchiman. Mana intiluvchanlik. Mana endi bitta narsani aytay. Hozir ogahiy eslayapmiz. Qarang, mana ko'p yoshlarimiz ogahiy Navoiylardan sal uzoqlashib qoldi hozir. Shuning uchun mana bu narsalarni yana mukammal qilishimiz kerak. Mana o'zimizning partaviy devoniylarimiz nega bularni yoshlarimiz aytmay? Aytish kerak. Biz bu ikki hofizimizga omad tilaymiz. Navoiyning bir so'zi bor ekanda. Navoiy aytadi, men Xorazmlikman dedi. Navoiy aytadi. Neki u yurtning sozini yaxshi ko'raman men dedi. Qancha ko'p o'qisak, qancha ko'p o'rgansak, albatta bilim bisotimiz oshib boraveradi. San'atkorning kuch-quvvati g'azalda. Polvon o'zining kuchiga ishonib chiqadi, lekin hofizning kuch-quvvati g'azalda. Daftarga qaramasdan ko'proq yodlab, xazinani boyitib, mana masalan bizlar minglagan g'azalni bilamiz. Hozirgi bolalar yuzlagan g'azalni bilmaydi hozir. Mana ularni o'rganish kerak. Endi ustoz xonandalarimiz bitta ashula aytadilar. Hamdambek nima ijro qilib berasiz hozir? Fuzuliy g'azali bilan adab sarishtasin tutqul adabdan yaxshiroq bo'lmas. Adabsiz ikki olamda bilinkim sarfaroz bo'lmas degan radif bilan yozilgan bir ajoyib g'azali. Ustoz Azamat og'am zo'r qilib ijro qilganlar. Ustozga qiziqishimiz katta. Shu ustozning yo'lidan ijro qilib beramiz. Edep seriştesin tuyil, edeptin yakşıraz bulmaz. Edep seriştesin tuyil, edeptin yakşıraz bulmaz. Edepsiz iki olamda bilin kimse serparaz bulmaz. Kime devlet kişiye konsa uçar her yana kanatsiz. Kime devlet kişiye konsa uçar her yana kanatsiz. Kimi bakti kara bulsa anın desteği deraz bulmaz. Kimi bakti kara bulsa anın desteği deraz bulmaz.
Xudomiz nasi kengdir tilagan jiloyidin magar bir qatrasi tomsa tükenmez bir az bulmaz magar bir qatrasi tomsa tökülmez bir az bulmaz muhabbet aşk nasip ol huzurik alemde muhabbet aşk nasip ol muhabbetsiz kişinin kömür Nikştir asl yaz bulmaz Muhabbetsiz kişinin kömür Nikştir asl yaz bulmaz Qalandar aka hozir tinglagan ashula bir ijodiy intilishga borib taqalib turibdi. O'zlari sozanda bo'lsa ham mana xonandalikni ham bir uddasidan chiqishga harakat qilgan. Yigitimiz endi Xanqarayon deymiz. Mana bu yigitimiz Shermatjon bu bag'atimiz deymiz. Ikkisining oralig'idagi tafovutni aytmoqchiman. Hamdambek aytib turibdi, ayrim shtrixlar shu Xanqadan yetishib chiqqan ulug' san'atkorlarni eslatib turibdi. Hali avjlarda ayrim joylarda xuddi shu bir eslanib turibdi. Intiluvchanlik bo'lish kerak, ijod bo'lish kerak. Ijod nimadan iborat? Intilishdan iborat. Hofizda ijod bo'lmasa bo'lmaydi. Biz qayerga borsak, qani qalandar ustoz bir yangi ashulalar bo'lsa eshitaylik deydi odamlar. Axir hofiz yangilik bilan ustozlarimizning aytilgan qo'shiqlarni, maqomlarimizni o'rganib, hozirgi zamonaviy narsalarni ikkisini birga olib yuradigan hofiz ustoz hisoblanadi. Fuzuliyni so'zini aytdilar. Menga juda ma'qul narsa. Juda ko'p hofizlarimiz ijro qilgan bu so'zni. To'g'ri, to'g'ri. Buni qarangda ichida bir joyi bor. Xudoning g'aznasi kengdir. Tilanganga ilohiy din. Agar bir qatrasi tomsa, to'kilgan bir oz bo'lmas. Fuzuli ikki olamda muhabbat oshnosi bo'l. Muhabbatsiz kishining ko'ngli qishdir, asla yoz bo'lmas. Bu o'lmas narsa. Beruniy bobomizni ham bor ekan mana shu. Takrorlash bu kelajak ilm mevasi deb aytgan ekanlar. Albatta. Mana yaqindagina bir muxlisimiz bizga shunday aytib berdilar. Muhammadjon Mirzayevni aytib berdilar. Qastakor. Shu bir soat chalmagan kuning san'atdan yiroqlashganing deb aytar ekanlar. Haqiqiy gap. Demak, har kun shug'ullanish kerak ekan. Men gastrolda yurgan paytimda sovuq suv ichamizmi, mehmondorchilik to'yga boramizmi, davlatning konserti bo'ladimi, tovush bir xil turadi. Chunki har kun aytilib yuribdi, charxlanib, har kun. Agar shuni 10 kun, bir hafta aytmasangiz, yo'qotadi. Shermatjon To'rayev ijrosiga navbat yetyapti. Albatta. Mashhur hofiz Komiljon Otaniyozov kuylagan qo'shiqlar ko'pchiligi yengil, o'ynoqi bo'lsa ham, lekin uning jozibasi bo'lak, shu mumtoz qo'shiqlarimiz qatorida ulug'lanadi. Ko'pchilik ashulalar. Albatta. Mana hali siz yodimizga solib ketdingiz-ku, mana vodiydagi aytilgan qo'shiqlar, Dog'man ashulasini. Mana shuni bir aytay. Ha. Farg'onada yuribmiz deydi, Quvondiq Iskandarov shu brigadada bo'lgan. Quvondiq ustoz ham juda ijodkor edi u kishi, ana Yo'ldosh Tojiyev yaxshi biladilar. Shu Dog'manning noqisli so'zi bu. Dog'manni topib, shu Farg'onada shuni bir kuy ishlab, farg'onacha qilib kuy ishlab shuni aytaman deb yodlab, konsertda bir konsert davomida aytsa, Komiljon usta pardani orqasida eshitibdi buni. Konsertdan keyin Galsinsaga borgandan keyin
Kuandık ustanı çakırıptı Kamilcan ustası oturup yerde. Bu dağman sözü kimliğin sözü, bu Naqs'ın sözü. Bunu sen ayttın mı, sen bunun tekstini bana yazıp ver depti. Kamilcan ustası. Yazıp bergenden keyin vodicha qilib dağmanını kuyini o'sha yerda ishlagan. Kuandık. Sen bunu aytmayın dedi. Ben bunu radyoga tushishim kerak, tayyorlanib konsertlarda aytib radyoga tushishim kerak deb shu dog'monni Kamiljon usta Farg'onada ishlagan shuni. Kamiljon ustalarda bir narsa bor edi, Farg'onaga borsa Farg'onacha bir so'zlarni yozib Farg'onacha kuy. Xorazm kelsa Xorazmcha. Shermatjon nima ijro qilasiz? Komiljon otani yozibdan tanladim degan edingiz. Shu ustoz Kamiljon atani yozib ijrosida jafo qilursan shulasini ijro Ha, qilamiz. yaxshi, chiroyli ashulalar. Bo'lmasam sozandalar tayyor bo'lsangizlar, navbatni ijrolaringizga beramiz. Herdem bana yüz cefa kılırsan, herdem bana yüz cefa kılırsan, min dertemi eptala kılırsan, min dertemi eptala kılırsan, katlamığa kılıp küzünü cellap, katlamığa kılıp küzünü cellap, kasım'a kaşın yakılırsan, kasım'a kaşın yakılırsan. Kipriklerini okların atıp, kipriklerini okların atıp, başın ayağıma yara kılırsan, başın ayağıma yara kılırsan. Gamze kılıçın çekiyor başıma, Gamze kılıçına çekiyor başıma, candın bedenime cüda kılırsan, candın bedenime cüda kılırsan. Zülfün üyene bina kılırsan. Yes, seslemin gelin kal. Başını yeneyip tüne kılırsan, alkıstaki astemni bilsen, alkıstaki astemni bilsen, koymay berin yana bana kılırsan, koymay berin yana bana kılırsan, her dem bana yüz yapar
aytem aptak olursan, her damma yüz cepak olursan, her damma yüz cepak olursan. Jozibali ijro uchun rahmat Shermatjon. Salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, mulohazalarga navbat beramiz. Qalandar aka har bir hofizning, har bir xonandaning ijodiyotida bir alohida jihat bilan bastalangan, ijro qilingan ijod namunalari juda ko'p. O'zingizni ham ijodiyotda bor bu narsalar. Bor. Ikkalangiz ham Komiljon Otaniyozovni ko'rgan, so'zidan, sozidan bahramand bo'lgan insonslar. Xonandalarimizni ham ustozga bo'lgan mehrini, ijodiyotidan bilyapmiz. Hali Bolta davlatni bir so'zi bor-u, joyining devori bo'lsa g'isht xom, bir ikki yomg'ir bilan bo'lg'ay tamom deydi. Ijro qilganmisiz buni? Aytganman. Endi men nima demoqchiman? Bu narsalar o'lmaydi. Bu narsalar ogahining so'zi. Ulug' san'atkorlar o'zlari ishlab, o'zlari topib, o'zlari ijod qilib bu narsalarni hozirgacha olib kelyapmiz. Bu narsalar o'lmaydi. Komiljon ustoda bir odat bor edi. Tanamana narsaga qo'l urmasadi u kishi. Shermatjon aka katta rahmat deyman, shu narsaga qo'l urtmana. Komiljon ustozlarni eslab turibmiz hozir. Ulug' siymolarni eslab turibmiz. Yo'ldosh og'a, siz hozir ko'proq ustoz Qalandar akam bilan hamkorlik qilasiz. ijod qilamiz. Bu kishida hali bizlar ilg'amagan, yoshlar ilg'amagan ijodiy hislatlar bo'lishi mumkin. Chunki bu kishiga hozir ashula navbatini bermoqchimiz. Muxlislar kutyapti bu kishidan ham bir tarona eshitsak deb. Ustaning endi bir xususiyatlardan biri shu, g'azallarni hozir aytgandek g'azal tanlash. Keyin hali Xivoda bir shoirimiz bor. Azimjon. Azimjon. Atayib. Bir yer o'tirganimizda davrada Azimjon ham kelib qoldi. Shunda kishiga darrov bir kitob sovg'a qildilar. Ko'p Azimjonning so'zlarini mana radiolarga aytib bina. Ham bu kishida hali daftarini ko'rsangiz xattot deyin, xattot. Ya'ni hozir yo'ldagi she'r. O'zim katta qilib yozadi yani. Chiroyli qilib, yani xatar. Shuning Qo'l yozmani berib turdilar, ha? Shunday qaraganda hayron qolasiz, yani hayvonlar qishin degan yozilgan, chiroyli yozilgan. Xattotligi bor ekan-da. Xattot. Ham bir kitobda yozganim, bir yozatdan bu yana arga ko'chirib, yana argaga ko'chirib asos turadi yani yerda. Yana argaga ko'chirib, yana yozuv menga berib qo'ydi hozir kelishda daftarini bir kirib. Bu narsa degani bu yoshlarimizga taalluqli, faqat o'rganish kerak. Faqat o'rganish, izlanish kerak. Mana o'zimizning hozir Xorazm viloyatida ham Umrbek yaxshi shoirlarimiz bor. Mana Sulton Mirzolar bor, mana Xivoda Azimjonlar bor. Juda ko'p shoirlarimiz ko'p. Mana Bayram akalar bor Yangariqda. Men hammasi bilan telefonlashib muloqotda bo'laman. Hozir kimni g'azaldan kuylaysiz? Men shu Quvondiq ustozni yanında doira chalib yurganimda shu bitta ashulani juda ko'p aytaradi-da u kishi. Habibiyning so'zi. Ham nasihatlari bor. Bütün tarbiyaviy tomonlari juda yaxshi bir Habibiyning so'zini aytaradi u kishi. Ki shuni men o'rganib shu o'zidan ham yaxshi aytadigan bo'ldim shuni. Quvondiq usta aytaradiki, siz mendan ham yaxshi aytdingiz buni deb. Shu hozirgacha yaxshi ko'ramiz. Ana bu kishi ham jo'r bo'lib shu Ham nafaslik qiladilarmi? Hamnafaslik. Men charchasam ashulani ham aytaveraveradi. Rahmat. Yaman yollarga başlavchi rafiqu oshnodan kech rasolarga yaqin bo'l befarosat norasodan kech adabsiz bahrasizlar suhbatin her yiz havas kılman töküleyey avruya bir xuda zav bir safadan ki töküleyey avruya bir xuda zav bir safadan ki Şam'a ben
bezi bir sevletke suretke sözü bir nazı uçyan rakibi suret namadan ki yapırsa yer satıp lopursa yu edi vefası yok Kıcavle çekmeyen endişesi ol bir vefadan ki Kıcavle çekmeyen endişesi ol bir vefadan ki Semimi aşağıman deyip Hemişe eybin izler ki Diri dilge muhabbet bulmadan ehlir ya Ben kiç habibi kaş kirip mağrur bulma ilge kenter bul Habibi kaş kirip mağrur bulma ilge kenter bul Nezerdin kalmamet ahlak ile kibri Avadan ki Nezerdin kalmamet ahlak ile kibri havadan geçer Aylara Hurmatli muxlislar, dasturimiz nihoyasida yana bir bora ustoz san'atkor va shogirdlarga murojaat qilmoqchimiz. Qalandar aka, mana hozirgi davrada siz ustozada bo'lib, shogirdlarning qo'shiqlarini nazorat qildingiz, ularni ijodidan bahramand bo'ldingiz. Buni ham zavqi o'zgacha. Shu yoningizdagi barcha navozandalarga, xonanda ukalarimizga, Hamdambek va Shokirbeklarga o'zlaringizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Ijrodan to'xtamaylik. Qadrli muxlislar, bugungi davrada qatnashgan ustoz san'atkorimiz mana Qalandar aka Matyoqubov deyarli 1000 oy umr ko'rganlar. Shu yoshda ham bugun jo'shqinlik, bugun yaxshi kayfiyat, ijodga bo'lgan mehr tark etmagan ustozni. Ana shu jo'shqinlikni yonidagi shogirdlariga ham, bizni tomosha qilayotgan san'atkorlarimizga, yosh ijodkorlarga ham niyat qilib qolamiz. Bugungi suvora supamiz mana ilmiy, ijodiy, amaliy, targ'ibot jarayonlari bilan sizga yetkazilishga harakat qilindi. Ana shu jarayonda hissa qo'shgan bu ijodiy jarayondagi rejissorlarimiz, operatorlarimizga ham, ijodiy guruhga ham minnatdorchilik bildiramiz va yana bir bor navozandalarimizga rahmat aytib, sizlar bilan xayrlashamiz. Yaxshi qo'shiqlar, chiroyli novalar doimo hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.